sizlarni Zamin ultra marafonida ishtirok etishinglar munosabati bilan Jizzax viloyati Zomin tumaniga Ichki ishlar bosh boshqarmasi nomidan avtobus va maxsus kuzatuv biriktirildi. Sizlarni xavfsizliklarni ta'minlagan holda Jizzaxga olib borib, marafonda a'lo darajada ishtirok etib, birinchi o'rinlarni olib, yaxshi kayfiyat bilan qaytarib olib kelishga va'da beramiz. Rahmat aytmoqchiman. Mana shu bizga rojdeniyada ajralganuvchi safarimiz bexatar bo'lib, eson-omon borib keldingiz. Rahmat sizlarga kattakon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kuni kecha Jizzax viloyatining Zomin tumanida Zamin ultra marafoni bo'lib o'tdi. Ushbu marafonda Toshkent shahrining karlar jamiyati a'zolari ham ishtirok etdi. 40 nafar ishtirokchi respublikamizning barcha viloyatlaridan kelgan boshqa qatnashchilar bilan kuch sinashishdi. Shuni aytib o'tmoqchimanki, ushbu musobaqani tashkillashtirganlar va bizning sayohatimizni amalga oshirishimizda yordam berganlari uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Safarimiz xavfsiz va yaxshi o'tishini ta'minlash maqsadida ichki ishlar xodimlari va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan katta yordam ko'rsatildi. Bizga ajratilgan avtobusda biz Zomin tomon eson-omon yetib bordik va ushbu tadbirlarda qatnashdik. Quvonarli tarafi bizning a'zolarimiz orasidan ko'pchiligi medallarni qo'lga kiritib, o'zlarini yaxshi ko'rsata oldilar. Shu maqsadda yana bir bora barcha tashkilotchilarga rahmat aytmoqchiman. Bunday sport musobaqalari sog'lom turmush tarzini kechirishda, eshitishida nogironligi bor shaxslar o'rtasida jamiyatning teng huquqli a'zosi ekanliklarini his etishlarida, ularning haq-huquqlari ta'minlanishida xizmati katta. Yo'limiz bexatar bo'lib borib keldik va qulay atmosferada borib keldik. Biz 5 kilometr uddaladik va hammamiz medal oldik. Sizdan juda ham rozi, bizga kattakon rahmat sizga. Juda ham yaxshi xursandchilik kayfiyatida borib keldik. Vaqt tez o'tib ketdi. Hammasi joyida bo'lib borib keldik va keyinchalik davomiy bo'lishini xohlardik. Bizga karlar jamiyatidan sizga katta rahmat. Doimo hammamiz sog'lom turmush tarziga amal qilaylik. Yana bir bora barchangizga rahmat aytamiz.